Ballarına tamaq yigilmayatamdı. Asan zukamda pötel bolup gil ağrıp qalatamdı. Undaq bolsa sizlarmı mavu seriq şaptul konservasını qilib beringlar. Bu konserva odam badaniga kerakli bo'lgan vitamin C, vitamin B-larni uningdan boshqa kerakli bo'lgan energiyalarni to'liqlab berdi. Shu ayol kishi oylik odatidan keyin aylik odatning oldikayinda yoki tug'utniki oldikayinda shunchalik ojizlab ketgan vaqtda bir ishga qator yeb bersanglar ham ishtahani ochadi, ham odam badaniga ajoyib quvvat to'liqlaydi. Qilish usuli nihoyatda oddiy. Bingshangga sanmaymi 1 yil saqlayalaysizlar. Undaq bo'lsa qilishni boshlab ketdik. Bizning mahallada mashaptolni 3 koy, 2 kilo olgandim, atganda 5 koy qoldim. Sizlar necha puldan olsizlar? Men shu 2 kilo shaptolni qilay deb nim qildim. Tozalashdan burun ozroq tuz sepib tozalanglar, oson to'pistiki mehnat narsalar pokiz chiqib ketadi. Qanday qo'g'on kirsak, bu seriq shaptol konservasi bor. Bu ishtahani ochadi. Tamoqni yegancha yegisini keltirib turdi. Shunga konservani armaydi. Uyda şu ishtahimiz tutilib qolib, bolalar tamoq yegilmay qolsa, uşaqchik do'konning narslarini yeb bergandan shu konservani qilib beringlar. Opam bizga doim qilib berdi kichikimizda. Vaqtda mavu konserva qilgan aynak qutimizni so'g'uq suvga silib, shavdoq qilsak bo'ldi. So'g'uq suvga solmay, qaynoq suvga solsanglar etilib pishadi. Hamdi mashavda bo'lib qolgan qutlarni elib dumtuntirib qo'yamiz. Shaptullarimizni axlab tayyor qilib olamiz. Shaptullarning mushta qattiqroq yaxshi bo'ldi. Oshqa vaqtda bundalam qilsak o'tiri osonla echildi. Andiki ma urug'ini arib olamiz. O'tirda ish qilib urug'ini arib bo'lgandan keyin yana bunda holatda ish qilib olamiz. Qaranglarma 5 koyga olgan shaptul mana shunda jiq chiqibdi. Endi buni Malbayatın şavdu qilgan qutilarimizga qachilib olamiz. Ko'gnoladek 5 ko'ylik shaptul. Her bir qutini 10 koy deb hisoblasaqmi 50 koy pul bo'ldi ya. Har biriga bir qo'shiqdan shakar qo'shib olamiz. Mal qutlarning har biri 500 ml. Endi buni muvofiq miqdorda novat sevamiz, seriq novat. Tatlıqroq yeyishni yaxshi ko'rsanglar, ko'proq selanglar. Tatliqni yaxshi ko'rsanglar, ozroq solsanglar bo'ldi. Bo'ldi. Tüpsiga navatni, seriq navatni sepib bo'lgandan keyin qaynatib so'ygan choy mavjumi, chuqum qaynatib so'ygan choy qushmi so'g'uq suv qo'shib qo'ysanglar bo'lmaydi. Qilib olgan konservalarning hammasini qozonga sevib olamiz, so'g'uq suvga solsanglar bo'ldi. Andan qozonning qaynashini hisoblab 15 minutdan 20 minutgacha qo'ysanglar bo'ldi. Mavi eg'izni chingitmaymiz, yumi cho'qim mushtaq quyib bilan qo'ysanglar bo'ldi tepsiga. Buna 17 minut dumliga vaqtimiz to'shdi. Endi ma o'la chiqib ketmasda issig'idlamki mushtaq itimiz. Itib mani dumko'mtirib qo'yib olamiz. Bunam cho'qim mushalatda dumko'mtirib olamiz. Konservalarımız şunda esas ayağıp ketdi mana. Mana ma guantonlarımızmı soyuptu. Endi bir tetib baqayli. Aqlang mana. Tissir qilib ovoz chiqib, yal chiqib echilsa, bizningki shu jon holat saqlashimiz muvaffaqiyatli bo'ldi degan gap. Buzib qolmaydi, ashtaqda 1 yil tusimi. Yurak berib saqlab olib, sizlarni sinab beqinglar, meni qo'shilishni unutmanglar. Keyingi mazmunlarim texim